Payg'ambarimizning yuqorgi otalari Ibrohim Halilullohdir. Onalarning otlari Ominadir. Payg'ambarimiz ota-onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildir. Chunki payg'ambarimiz ona qornida 2 oylik bo'lgan chog'larda otalari Abdulloh Shom safariga ketayotib, Madina shahrida vafot topdilar. Yoshlari 30 ga yetmagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Iso alayhissalomdan 571 yil keyin tug'ildilar. U zamonda Eron mamlakatida mashhur No'shravon Odil podshoh edi. Odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari marviydir. Rabiul avval oyining 12-kuni dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar. Ona qornida yotishlari, onadan tug'ilishlari boshqa bolalardek bo'lmadi.